Agar siz 2026 yil 10 avgustgacha ariza topshirmasangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan pul to'lovi qo'lingizdan chiqib ketishi mumkin. Men bugun aynan shu masalani juda sodda qilib tushuntiraman. Kim ariza berishi kerak? Kim xavotir olmasligi mumkin? Qaysi xatolar odamlarni to'lovsiz qoldiradi va hozirning o'zida nima qilish kerak? Bu ma'lumot oddiy xabar emas. Bu ko'pchilik oilalarning byudjetiga, pensiya yoshidagi insonlarga, kam ta'minlangan oilalarga, merosxo'rlarga, ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya kutayotgan fuqarolarga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday muddatli masalalarda bir kunlik kechikish ham pul yo'qotishga olib keladi. Avval ko'pchilik fuqarolar bir narsaga o'rganib qolgan edi. Davlat yoki tashkilot tomonidan beriladigan to'lov bo'lsa, u avtomatik hisoblanadi. Menga o'zi xabar keladi, kartamga tushadi. Yoki mahalla, pensiya jamg'armasi, bank hokimlik chaqirib oladi deb o'ylashardi. Amalda esa hamma to'lovlar ham avtomatik berilmaydi. Ayrim to'lovlar faqat fuqaro ariza bergandan keyin ko'rib chiqiladi. Mana shu joyda eng katta xavf bor. Agar tartibda aniq muddat belgilangan bo'lsa, masalan, 2026 yil 1 avgustgacha ariza qabul qilinadi deyilsa, bu shunchaki tavsiya emas. Bu oxirgi chegara. Shu sanadan keyin fuqaro kelib, men bilmagan edim, menga hech kim aytmadi, men qishloqda edim, hujjatim tayyor emas edi deb tushuntirsa ham, ko'p hollarda organlar arizani qabul qilmasligi yoki to'lovni rad etishi mumkin. Men buni odamlarga doim shunday tushuntiraman. Huquq borligi alohida masala, shu huquqdan o'z vaqtida foydalanish alohida masala. Masalan, sizda kompensatsiya olish huquqi bo'lishi mumkin. Siz barcha shartlarga mos kelishingiz mumkin. Lekin ariza bermasangiz, tizim sizni ko'rib chiqmaydi. Sizni ro'yxatga kiritmaydi. Sizga qaror chiqarmaydi. Qaror chiqmagandan keyin esa pul ham ajratilmaydi. Avval ko'p jarayonlar qog'ozbozlik bilan mahalla orqali, idora yurish orqali hal qilinardi. Fuqaro bir nechta joyga borardi. Avval mahallaga, keyin bankka, keyin tuman bo'limiga, keyin arxivga. Hujjatlar yig'ilardi, nusxalar tasdiqlanardi. Ba'zan bir hujjat yetishmagani uchun ish to'xtab qolardi. Natijada odamlar ko'pincha charchab, ariza berishni keyinga qoldirardi. Hozir ko'p xizmatlar elektron tizimga o'tayapti. Bu yaxshi tomoni. Lekin elektron tizimning ham o'z qoidasi bor. Muddat tugadimi, tizim yopiladi. Qabul oynasi yopildimi, keyin siz ariza yubora olmaysiz. Qog'ozda kelsangiz ham muddat o'tgan degan javob olishingiz mumkin. Shu sababli bugungi tartibda mas'uliyat ko'proq fuqaroning o'ziga tushyapti. Men ko'rayotgan eng katta xato shuki, odamlar hali vaqt bor deb yurishadi. 2026 yil 10 avgust uzoqdek tuyuladi. Lekin hujjat yig'ish, arxiv ma'lumotnomasi olish, bank rekvizitini aniqlash, meros hujjatini rasmiylashtirish, shaxsiy ma'lumotlardagi xatoni tuzatish, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat topish bir kunda bitmaydi. Ba'zan bitta ma'lumotnoma uchun 10 kun, 20 kun, hatto bir oy ketadi. Shuning uchun oxirgi kunni kutish eng xavfli qaror. Birinchi navbatda ilgari biror turdagi to'lov, kompensatsiya, nafaqa, yordam puli, qarzdorlik bo'yicha qaytarim, zarar qoplash yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalasida ro'yxatga olinishi kerak bo'lgan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz menga pul chiqishi mumkin, otam onam nomida hujjat bor edi, bizga kompensatsiya aytilgan edi, mahallada ariza qabul qilinyapti deyishgan edi degan gaplarni eshitgan bo'lsangiz, buni tekshirmasdan qoldirmang. Ikkinchi toifa bu pensiya yoshidagi insonlar va ularning farzandlari. Ko'p hollarda yoshi katta insonlar e'lonlarni kuzatmaydi. Elektron xizmatlardan foydalanmaydi. SMS kelgan bo'lsa ham tushunmasligi mumkin. Farzandlar esa onamning hamma hujjati joyida deb o'ylaydi. Lekin aslida ariza berilmagan bo'ladi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Pul olish huquqi bor, lekin ariza topshirilmagan. Natijada bir necha million so'mlik to'lovdan mahrum bo'lish xavfi paydo bo'ladi. Uchinchi toifa bu merosxo'rlar. Masalan, to'lov huquqi bo'lgan shaxs vafot etgan bo'lishi mumkin. Uning nomida hujjat, omonat, kompensatsiya, hisob, qarzdorlik yoki boshqa talab huquqi bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda farzandlari, turmush o'rtog'i yoki boshqa merosxo'rlari hujjatlarni ko'rib chiqishi kerak. Lekin bu yerda ham oddiy ariza yetmasligi mumkin. Meros guvohnomasi, vafot etganlik haqida guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. To'rtinchi toifa bu hujjatlarda farq bor fuqarolar.
Masalan, pasportda ism Dilbar deb yozilgan. Eski hujjatda Dilbarxon deb yozilgan. Yoki familiya turmushdan keyin o'zgargan. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1935 yil, boshqasida 1936 yil ko'rsatilgan. Bunday mayda ko'ringan farqlar to'lovini to'xtatib qo'yishi mumkin. Chunki tizim uchun bu boshqa shaxsdek ko'rinadi. Shu sababli bunday fuqarolar muddat tugashini kutmasdan oldindan tekshirtirish kerak. Agar siz allaqachon ariza topshirgan bo'lsangiz, arizangiz qabul qilinganligi haqida tasdiq raqami, kvitansiya, SMS, shaxsiy kabinetda yozuv yoki idora tomonidan berilgan ma'lumotnomaga ega bo'lsangiz, sizning asosiy vazifangiz ariza holatini kuzatish. Bunda ham beparvo bo'lish mumkin emas. Chunki ariza qabul qilindi degani pul darhol beriladi degani emas. Ariza ko'rib chiqiladi, hujjatlar tekshiriladi, kamchilik bo'lsa sizdan qo'shimcha ma'lumot so'raladi. Agar siz rasmiy manbadan tekshirtirib, sizga bu to'lov tegishli emasligi haqida aniq javob olgan bo'lsangiz, unda ortiqcha vahimaga tushmaslik mumkin. Lekin men qo'shnim aytdi, Telegramda yozishdi. Mahalladagi bir odam shunaqa dedi degan gapni rasmiy javob deb hisoblamayman. Rasmiy javob bu vakolatli organ bergan yozma javob, elektron tizimdagi natija yoki telefon orqali emas, aniq ro'yxatdan o'tgan murojaatga berilgan javobdir. Keling, oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, 68 yoshli otaxon bor. Unga ma'lum bir kompensatsiya yoki to'lov tegishli bo'lishi mumkin. O'zi bu haqda eshitgan, lekin hali vaqt bor deb yurgan. Farzandlari boshqa shaharda. Otaxon avgust oyining boshida ariza berishga boradi. U yerda eski hujjatdagi familiyada bitta harf xato ekanligi aniqlanadi. Bu xatoni tuzatish uchun FHDga yoki arxivdan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ma'lumotnoma esa 15 ish kunida chiqadi. Agar u 2026 yil 10 avgustda harakat boshlasa, 15 avgustgacha ulgurmasligi mumkin. Natijada huquqi bor bo'lsa ham pulni olish jarayoni xavf ostida qoladi. Ikkinchi misol. Ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan. Eski to'lovga oid hujjat qizlik familiyasida, hozirgi pasport boshqa familiyada. U ariza beradi. Lekin nikoh guvohnomasi nusxasini qo'shmaydi. Tizim hujjatlarni moslashtira olmaydi va qo'shimcha hujjat so'raydi. Ayol esa SMSni ko'rmaydi yoki e'tibor bermaydi. 10 kun, 20 kun o'tadi, muddat yaqinlashadi. Bunday vaziyatda pul kechikishi yoki rad javobi kelishi mumkin. Uchinchi misol, 3 aka-uka otasidan qolgan huquq bo'yicha to'lov olishlari mumkin. Lekin ular buni katta akam hal qiladi deb yuradi. Katta aka esa meros hujjatini olmagan. Notariusga borish kerak, vafot etganlik haqidagi guvohnoma kerak, qarindoshlik hujjatlari kerak. Ba'zan meros ishini ochishning ham o'z muddati va tartibi bor. Agar ular oxirgi oyda harakat boshlasa, hujjatlar ulgurmasligi mumkin. Natijada oilaning har bir a'zosi o'z ulushiga tegishli pulni yo'qotishi ehtimoli bor. To'rtinchi misol, fuqaro elektron ariza yuborgan. Lekin bank karta rekvizitini noto'g'ri kiritgan. Masalan, karta muddati tugagan, karta boshqa shaxs nomida, hisob raqam yopilgan yoki plastik karta bloklangan. Ariza ma'qullangan taqdirda ham pul tushmaydi. Keyin fuqaro menga to'lov berilmadi deb yuradi. Aslida muammo hujjatda emas, to'lov o'tkaziladigan rekvizitda bo'ladi. Shuning uchun ariza berishda faqat ism familiyani emas, bank ma'lumotlarini ham tekshirish shart. 5-misol. Bir oila ijtimoiy yordam yoki subsidiya olishni kutadi. Ularning daromadi kam, bolalari bor, sharoiti og'ir. Lekin ular ariza topshirishda daromad haqidagi ma'lumotni to'liq ko'rsatmaydi yoki yashash manzilini yangilamagan bo'ladi. Tizim ularni boshqa hududda ko'rsatadi. Natijada ariza noto'g'ri organga tushadi yoki ko'rib chiqish cho'ziladi. Bu ham pul kechikishiga sabab bo'ladi. Eng birinchi nozik jihat shuki, ariza bergan kun bilan hujjat to'liq qabul qilingan kun bir xil bo'lmasligi mumkin. Siz ariza yuborgansiz, lekin tizim kamchilik topgan bo'lsa, ariza to'liq hisoblanmasligi mumkin. Shuning uchun arizangiz qabul qilindi, ko'rib chiqilmoqda, kamchilik bor, rad etildi, ma'qullandi degan bosqichlardan qaysisida turganini bilishingiz kerak. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki murojaat ariza o'rni bosmaydi. Siz mahallaga borib gaplashgan bo'lishingiz mumkin, telefon qilgan bo'lishingiz mumkin. Tanish xodimga hujjat ko'rsatgan bo'lishingiz mumkin. Lekin ariza rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, keyin nizoli vaziyatda sizda isbot bo'lmaydi. Men doim aytaman, ariza topshirdingizmi? Tasdiq raqamini oling. Qog'oz topshirdingizmi? Qabul qilingan sana va kirim raqami bo'lsin. Elektron yubordingizmi? Screenshot yoki PDF tasdiqni saqlang. 3-nozik jihat.
muddatning oxirgi kuni texnik muammo bo'lishi mumkin. Elektron portal ishlamay qolishi, internet uzilishi, bank tizimi javob bermasligi, idorada navbat ko'payishi mumkin. Siz men erimdagi avgust kuni boraman desangiz, shu kuni minglab odam bir vaqtda ariza bermoqchi bo'lishi mumkin. Natijada ulgurmasligingiz mumkin. Shuning uchun men amaliy maslahat sifatida 2026 yil 28 avgustni emas, undan kamida 1-2 oy oldingi sanani o'zingiz uchun ichki muddat qilib belgilang. 4-nozik jihat. Hujjatdagi bitta xatom jarayonni to'xtatadi. Odamlar ko'pincha bitta harf nima qiladi deb o'ylaydi. Lekin davlat tizimlarida bitta harf, bitta raqam, tug'ilgan sana, jashash ejir, pasport seriyasi, manzil juda muhim. Chunki to'lov pul bilan bog'liq. Pul noto'g'ri odamga ketmasligi uchun tizim qattiq tekshiradi. Shuning uchun ariza topshirishdan oldin barcha ma'lumotni 2 marta tekshiring. 5-nozik jihat. Hamma ham bir xil hujjat topshirmaydi. Kimdir faqat pasport va ariza bilan bitirishi mumkin. Kimdirdan nikoh guvohnomasi, meros guvohnomasi, vafot etganlik haqidagi guvohnoma, arxiv ma'lumotnomasi, bank hisob raqami. Doimiy yashash joyi bo'yicha ma'lumot, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi yoki boshqa hujjatlar so'ralishi mumkin. Sizning holatingiz qo'shningiznikiga o'xshamasligi mumkin. Birinchi xato menga baribir berishadi deb o'ylash. Yo'q, har doim ham unday emas. Agar tartibda ariza shart bo'lsa, ariza bo'lmasa to'lov ham bo'lmaydi. Ikkinchi xato hujjatni oxirgi haftaga qoldirish. Men buni eng xavfli xato deb hisoblayman. Chunki oxirgi haftada siz yangi muammo aniqlasangiz, uni tuzatishga vaqt qolmaydi. Masalan, pasport muddati tugagan bo'lsa, bank kartangiz ishlamasa, familiyada farq bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, bularni bir kunda hal qilish qiyin. Uchinchi xato norasmiy ma'lumotga ishonish. Telegram kanallar, qo'shnilar, qarindoshlar, navbatda turgan odamlar har xil gap aytishi mumkin. Lekin siz rasmiy organ, rasmiy portal, mahalla raisi yoki mas'ul idoraning yozma javobi, JAL markazining ro'yxatdan o'tgan murojaati orqali tekshiring. 4-xato boshqa odam nomidan hujjat topshirishda vakolatni rasmiylashtirmaslik. Masalan, siz onangiz yoki otangiz nomidan ariza bermoqchisiz. Ular o'zlari bora olmaydi. Bunday holatda ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar merosxo'r sifatida murojaat qilsangiz, meros hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Men farzandiman deyishning o'zi ba'zan yetarli bo'lmaydi. 5-xato javobni kuzatmaslik. Ariza topshirib keyin telefonni o'chirib qo'yish, SMSlarni o'qimaslik, shaxsiy kabinetga kirmaslik katta xato. Ko'pincha kamchilikni tuzatish uchun ma'lum muddat beriladi. Shu muddatni o'tkazib yuborsangiz ariza rad bo'lishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadamaga o'zingiz yoki oilangizda bu to'lovga aloqador bo'lishi mumkin bo'lgan odamlar ro'yxatini tuzing. Ota-ona, bobo, buvi, turmush o'rtog'i, vafot etgan qarindosh, nogironligi bo'lgan shaxs, pensiya yoshidagi fuqaro, kam ta'minlangan oila, oldin kompensatsiya haqida murojaat qilgan kishi bor yo'qligini aniqlang. Ikkinchi qadam, har bir shaxs bo'yicha asosiy hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSHSIR yashash manzili, bank karta yoki hisob raqami, telefon raqami, kerak bo'lsa nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, vafot etganlik haqidagi guvohnoma, meros guvohnomasi, eski hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari. Hujjatlarni bitta papkaga soling. Elektron nusxasini ham telefon yoki kompyuterda saqlang. 3-qadam, vakolatli organga murojaat qiling. Qaysi to'lov haqida gap ketayotgan bo'lsa, o'sha yo'nalishdagi mas'ul idorani aniqlang. Bu mahalla bo'lishi mumkin. Tuman hokimligi bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi bo'lishi mumkin. Bank bo'lishi mumkin. Ijtimoiy himoya bo'limi bo'lishi mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron xizmat bo'lishi mumkin. Muhimi, siz murojaatni rasmiy shaklda qiling. 4-qadam, arizada aniq yozing. Arizada kim murojaat qilayotgani, qanday to'lov yoki kompensatsiya bo'yicha murojaat qilayotgani, huquq qaysi hujjatga asoslanayotgani, pulni qaysi hisob raqamga o'tkazish kerakligi, aloqa telefon raqami aniq ko'rsatilishi kerak. Agar siz boshqa odam nomidan murojaat qilsangiz, vakolatingizni tasdiqlovchi hujjatni ilova qiling. 5-qadam. Ariza topshirilganini isbotlovchi hujjatni oling. Qog'ozda topshirsangiz kirim raqami va sana bo'lsin. Elektron topshirsangiz ariza raqamini saqlang. SMS kelsa o'chirmang. Shaxsiy kabinetdagi holatni skrinshot qilib qo'ying. Bu sizni keyinchalik ariza bermagansiz degan muammodan himoya qiladi. 6-qadam. Ariza holatini haftada kamida bir marta tekshiring.
Ayniqsa muddat yaqinlashgan davrda bu juda muhim. Kamchilik chiqsa darhol to'ldiring. Sizdan qo'shimcha hujjat so'ralgan bo'lsa, keyin olib boraman deb qoldirmang. Har bir kun hisobli. 7-qadam. Agar rad javobi kelsa, sababini yozma oling. Rad javobida nimaga rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Hujjat yetishmayaptimi? Muddat o'tganmi? Shaxs ma'lumotlari mos emasmi? To'lov huquqi yo'qmi? Bank rekviziti noto'g'rimi? Shuni biling. Sababini bilmasdan turib muammoni hal qilib bo'lmaydi. 8-qadam. Rad javobiga rozi bo'lmasangiz, belgilangan tartibda shikoyat qiling. Yuqori turuvchi organga murojaat qilish, qayta ko'rib chiqishni so'rash, hujjatlarni to'ldirish yoki huquqiy maslahat olish mumkin. Lekin bu ishlarni ham muddat tugamasidan oldin boshlash kerak. Muddat tugagandan keyin himoya qilish ancha qiyinlashadi. Men sizga eng xavfsiz tartibni aytaman. Bugunoq telefoningizda alohida ro'yxat oching va 9 avgust 2026 to'lov arizasi deb yozing. Keyin oilada kimlar bo'yicha tekshirish kerakligini yozing. Ertaga yoki shu hafta ichida hujjatlarni yig'ishni boshlang. Keyingi haftada vakolatli organga borib yoki elektron portal orqali tekshiring. Agar sizga to'lov tegishli emas deyishsa, yozma yoki elektron tasdiq oling. Agar tegishli bo'lsa, darhol ariza topshiring. Men yana bir muhim maslahat beraman. Yosh katta qarindoshlaringizni yolg'iz qoldirmang. Ular navbatda turishi, hujjatlarni tushunishi, elektron tizimdan foydalanishi qiyin bo'lishi mumkin. Farzandlar, nevaralar, yaqin qarindoshlar yordam berishi kerak. Ko'p hollarda pul yo'qotishning sababi huquq yo'qligi emas, balki oilada hech kim bu ishni oxirigacha nazorat qilmaganidir. Agar siz boshqa shaharda yashasangiz, ota-onangiz qishloqda bo'lsa, telefon orqali borib kelavering deyish yetarli emas. Ulardan hujjatlarning rasmini so'rang, arizaga raqamini so'rang, qaysi idoraga borganini aniqlang. Kerak bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtirib o'zingiz yuriting. Chunki oxirida bilmay qolibmiz degan gap pulni qaytarib bermaydi. Ariza topshirish jarayonida alohida daftar yoki telefon qaydnomasi yuriting. Qaysi kuni qayerga borgansiz, kim bilan gaplashgansiz, qaysi hujjatni topshirgansiz, qaysi raqam bilan qabul qilingan, qachon javob berilishi kerak, hammasini yozing. Bu juda oddiy tuyuladi, lekin nizoli vaziyatda katta yordam beradi. Masalan, siz 2026 yil 20-iyunda ariza topshirdingiz. Kirim raqami 1235. Sizdan 10-iyunda qo'shimcha hujjat so'raldi. 2-iyunda topshirdingiz. 25-iyunda ariza ko'rib chiqilmoqda degan javob oldingiz. Mana shu ketma-ketlik sizning harakat qilganingizni ko'rsatadi. Agar kim biror muammo chiqsa, sizda aniq dalil bo'ladi. Ko'pchilik ariza bersam, pul qachon tushadi deb so'raydi. Men bu savolga doim ehtiyotkor javob beraman. Bu to'lov turiga, hujjatlarning to'liqligiga, hujjat ajratilishiga, bank rekvizitlariga va mas'ul organning ko'rib chiqish muddatiga bog'liq. Lekin bitta narsa aniq, ariza bermasangiz pul tushmaydi. Ariza bersangiz, kamida ko'rib chiqish jarayoni boshlanadi. Shu sababli asosiy maqsad birinchi navbatda arizani vaqtida va to'g'ri topshirish. Keyin holatni kuzatish, keyin kamchiliklarni bartaraf qilish, keyin to'lovni kutish. Ko'p odamlar oxirgi bosqichni o'ylaydi. Lekin birinchi bosqichni bajarmaydi. Mana shu eng katta muammo. Demak, 2026 yil 18 avgustgacha ariza berish masalasiga beparvo qarash mumkin emas. Agar siz kechiksangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan puldan mahrum bo'lish xavfi bor. Eng muhimi, menga o'zi berishadi deb kutmang. Rasmiy tekshiring, hujjatlarni yig'ing, arizani topshiring, tasdiq raqamini oling va holatini kuzating. Bugun men sizga qo'rqitish uchun emas, oldindan tayyor bo'lishingiz uchun tushuntirdim. Chunki bunday masalalarda yutadigan odam bu eng ko'p gapirgan odam emas, eng vaqtida harakat qilgan odam bo'ladi. Sizning holatingizda ariza topshirilganmi yoki hali tekshirmadingizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Balki boshqa tomoshabinlar ham sizning savolingizdan foyda olar. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki kimdir aynan shu xabar sababli o'z vaqtida ariza berib, pulni saqlab qolishi mumkin.